Assalomu alaykum do'stlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Xudo xolasa bugun o'zgacharoq video, xudo xolasa sizlarga 3D zaborlar haqida ozroq qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Yana o'zlarimizni qo'shnilarimiz 3D zaborni o'rnatib berdik. 4lik sim, balandligi 1.20 va rolik darvozalari bilan qo'yib berdik do'stlar. Xudo xolasa bir barmoqda itarib berasiz, bir barmoqda tortib olasiz. Yana gapi isboti bilan bir barmoqda harakatlantirasiz. Sifatlatib satib berdik xudo xolasa. Mana bo'ldi do'stlar. Shuningdek, sifatli zabor, ba'zi yo'ttirasiz 4lik sim zavodda ishlab chiqarilgan. Bizda 5lik simlar ham bor, 3.5lik simlar ham bor. Bizda budjetnisi bor, eng qimmat ham bizda bor. Bizda aytgan simlarni qalonlik aytgan simlarda chiqadi do'stlar. Videolarimiz sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bir layklar bilan bizlarni bahramand etib bilasizlar do'stlar. Chiroyli chiqqan bo'lsam, bemalol bir layklarni bosib yubораverasizlar do'stlar. Videolarimizni kuzatib boring, keyingi videolarda görüşguncha sog'lik omonlikda.